Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ishni deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanishi ibodat bo'ladi, birodarlar. Kuchli mo'min zaif mo'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Men qiziqmayman sportga. Siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasallarga uchrang, teri kasalliklarga uchrang, yuguring edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarda qilganda yoziladi. Nashot paydo bo'ladi. Bir narsani o'sha ko'tara oladigan bo'ladi. Sportsmen, zo'r baris, yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yoki atletik bilan shug'ullanadigan ham qori, ham mulla, ham sportsmen bo'lishini xohlamaysizmi bolangiz? Bizning ikkala tomoni ham bo'lishni kerak. Nima demadinglar? Har tomonlama bo'lsin. Biz shunaqa musulmonlar bo'lishini xohlaymiz.